Bugun sizga faqat bitta effekt, ya'ni transform yordamida videolaringiz uchun 3 ta ajoyib narsa o'rgataman. Bu sizga albatta kerak bo'ladi. Xo'p, bizda birinchi animatsiya bu ikkita kadr orasiga perexod qilamiz, ya'ni transform effekti yordamida. Va bizga buning uchun xohlagan bir logo kerak bo'ladi. O'zingizning logoingiz bo'lishi mumkin yoki ishlatadigan programmangiz logosi bo'lishi mumkin. O'shani bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Iloji boricha buni kichikroq qilib va ikkita tomonini teng qilamiz. Tezroq o'tib ketishi kerak bu narsa aslida. Va endi buni iloji boricha kattaroq qilamiz. Kadr to'liq egalladi va endi biza bu yerga transform effektini olib kelib qo'yamiz. Pastga tushib transform effektida ishni boshlaymiz. Kadr boshiga kelamiz. Rotationni do'stlar yo'nalga aylantiramiz, ya'ni -+80 qilamiz. Buni iloji boricha yo'nalga ko'rinmaydigan joyga suramiz. Surdik va position va rotationga boshqa keyframe'ni yoqib olamiz, time frame'ni va oxiriga boramiz. Kadr oxiriga borgan holatda endi shuni bu -+80 bo'lganda ++80 qilamiz va endi buni bu tomonga surib o'tkazib qo'yamiz ko'rinmaydigan darajada. Icharasini belgilab turib bu yerdan ease out qilamiz. Buni bo'lsam icharasini belgilab turib temporal inspirationdan ease in qilamiz. Keyin bunga motion blur qo'shamiz. Motion blur transform effektida sizda bu yoniq va mana bu nol turgan bo'ladi. Buni iloji boricha 180 atrofida qo'yasiz va mana buni o'chirib qo'yasiz. O'shanda bizga motion blur qo'shiladi va bizning birinchi effektimiz tayyor. Xo'p, bizda keyingi effekt, ya'ni siz videoyingizda biror bir kadrni yaqinlashtirib ko'rsatmoqchisiz. Buning uchun tayyor press tayyorlab olsak bo'ladi. Xo'p, buning uchun o'zimizning xohlagan bir kadrga kelib olamiz va mana bu joydan adjustment layer ochib olamiz va buni olib kelib mana buni yerga joylashtiramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, adjustment layerda biza pustoy narsa bo'ladi. Buni biz hech qanaqa nimani yaqinlashtirsak ham, kadrimizni o'zgartirsak ham hech nima bo'lmaydi. Bizga mana shu yerda transform effekti yordamga keladi do'stlar. Effekt bo'limidan transform deb qidiramiz va buni olib adjustment layerga va mana shu joyda biza mana transform effekti bilan bemalol mana любой kadrni yaqinlashtirib uzoqlashtirib joyini o'zgartirsak bo'ladi. Biz bu orqali 5 ta zoom in va 5 ta zoom out effektini yashab olishimiz mumkin. Umumiy hisobda 10 ta preset qo'yib olishimiz mumkin. Men hozir zoom in va zoom outni oddiy, ya'ni o'rtaga bo'lganini sizlarga qilib ko'rsataman va qolganiga ham yo'nalish berib ketaman do'stlar. Buning uchun mana bu joyda transform qo'shdik. Endi effect controlsga o'tamiz va kerakli joyda mana scale ga keyframe yoqamiz va 3 ta kadr tomonlarga, ya'ni 4 tami 3 tami o'tib turib 135 qilib saqlanib qo'yamiz. Icharasini ham belgilab turib bu yerdan ease in va ease out qilamiz. Yaxshiroq qilish uchun mana bu pastdagi ikkalasini bir-biriga moslab to'g'rilab qo'yamiz, ya'ni o'rtaroqqa olib kelib yoki to'liq o'rtaga olib qo'ysak ham bo'ladi. Va endi eng kerakli joylardan biri mana bu joyda motion blurni yoqib qo'yishingiz kerak. Siz ham xuddi mana shunaqa menga o'xshab mana bu joydan galchkan olib 360 qilib qo'ysanglar bo'ldi. Va bizning zoom in effektimiz tayyor bo'ldi. Endi biz buni saqlanib qolamiz. Transform mana shuni ustiga yasaganingiz ustida mishkani o'ng tomonga bosgan holatda save preset mavjud. O'shani bosamiz va bu yerga zoom in markaziga deyiladi. Bu yerda in point qilamiz. Ya'ni bu in, ya'ni zoom in bo'lgani uchun kirish qismiga avtomatik qo'yiladi. Xo'p, bizda preset tayyor bo'ldi. Endi biz zoom out effektini yasashimiz kerak. Buning uchun yana transformdan adjustment layerni olib kelib qo'ya olamiz. Effects bo'limidan yana transform effektini olib kelib qo'yamiz. Keyin bu yerdan kadr oxiriga kelib, bu yerdan scale ni keyframe'ni yoqamiz. 4 ta kadr orqaga qaytib turib, buni 135 qilib qo'yamiz. Bu ikkalasini ham belgilab turib ease in va ease out qilamiz va scale mana bu ko'rsatkich orqali ochib turib, mana bu ikkalasini ham bir tomonga kichraytirib qo'yamiz. Va bizda uje zoom out effekti ham tayyor bo'ldi va buni ham, ya'ni transform ustiga bosgan holatda bu yerdan save preset qilamiz va buni answer to out point qilamiz va saqlanib qilamiz. Bizda preset tayyor bo'ldi. Buning uchun yana boshqatdan adjustment layerni olib kelib qo'yamiz va biz birinchi o'chirda bunga preset ochib zoom in markaziga qo'shib olamiz va bu mana markaziy zoom bo'ldi. Buni bitta kesamiz. Bizga shu joyi kerak edi. Boshqatdan yana adjustment layer olib kelib buni ham kerakli joydan kesib turib, bu yerdan endi effektdan zoom out qilib qo'yamiz. Shunda bizda zoom in va zoom out ishlaydi. Ko'ringizdek tayyor qilib qo'ysanglar, mana shunaqa qilib preset qilib qo'ysanglar, keyinchalik bu sanani vaqtingizga plyus. Va biz buni faqat markazda emas, bu yerda yana positionga keyframe qo'shgan holatda buni bemalol tepa burchakka yoki past burchakka o'zingizga mos nomlarni berib yasab qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, bizda 3-effekt tekstlar orqali bo'ladi. Ya'ni tekst animatsiyangizni chiroyliroq qilish uchun juda ham qo'l keladi. Buning uchun tekstni bosgan holatda bu yerga tekst yozaveramiz. Misol uchun tekstni yozdik va bu yerdan tekstni kichikroq razmerga qo'yamiz va yana tekstni bosgan holatda
Bu yerda yana bitta tekst yozamiz va buni kattaroq qilamiz. Biroz kattaroq qilib va joyini ham o'zgartiramiz. Misol mana shunaqa bir-biriga unchalik xalaqit bermaydigan qilamiz. Endi biza bu yerga boya aytganimdek adjustment layer qo'shamiz ustiga. Effects bo'limidan transform effektini olib kelib qo'yamiz. Kadr boshida iloji boricha buni yaqinlashtiramiz. Mana buni o'rtaga olib keldik. Mana like bosing o'rtaga keldi. Shu joyda biza position va ishlatgan scale'imizga keyframe yoqamiz. Mana bu ikkinchi tekst paydo bo'ladigan joyidan do'stlar, mana bu ikkalasini belgilab yoniga suramiz. Tekstdan biroz o'tgandan keyin endi bularni biz tekstga olib boramiz. Chetroqga suramiz, iloji boricha pastroqga tushiramiz. Mana obuna bo'ling. Va buni ham yaqinlashtirishimiz mumkin. Endi bizda nima effekt paydo bo'ldi dechanglar, buni ham hozir ko'rib olamiz. Positionni mana hammasini boshqisini belgilab turib, bu yerdan ease out qilamiz. Orqadagilarni belgilab turib, bu yerdan ease in qilamiz. Buni bemalol bir tomonga surib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu ham chiroyli effekt beradi va bizda mana bunaqa effekt paydo bo'ldi. Hop, birinchi tekst va ikkinchi tekst. Xolos, bu videomizda mana shu 3 ta effektlar haqida edi. Ko'rib turganingizdek, faqat transform effekti hamda ajoyib ideya yordamida montajlaringizni yanada yaxshiroq qilishingiz mumkin. Menga yordam qilgan holda shu kichik mehnatimga like bosib, kommentariy yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lib qo'ying.